O'zbekiston milliy terma jamoamiz Qatarga qarshi uchrashuvda qaysi formada maydonga tushishi aytildi. Ertangi uchrashuvdan oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga BYD avtomobillari topshiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston terma jamoasi o'yinini jonli ko'rish uchun stadionga kelishi kutilmoqda. Olg'a O'zbekiston deya izohlarda yozib keting. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston Qatar o'yini oldidan jamoa rasmiylari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Vakillarimiz mazkur bahsda to'liq oq libosda, darvozabonimiz esa qora libosda harakat qilishi ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston terma jamoasi o'yinini jonli ko'rish uchun stadionga kelishi kutilmoqda. Tariximizda ilk bor jahon chempionatiga chiqqan futbolchilarimiz 10-iyun kuni Qatar terma jamoasini Toshkentda qabul qiladi. Shu kuni stadionda juda katta to'y bo'ladi va bu tarixiy voqealarga davlatimiz rahbari ham tashrif buyurishi kutilmoqda ekan. Bu haqida bosh vazir Abdulla Aripov futbolchilar va murabbiylar bilan uchrashuvda aytib o'tgan. O'zbekiston terma jamoasiga beriladigan 40 ta avtomobil BYD'larning barchasi hozirda stadion ichiga olib kirilgan. Bundan tashqari, Qatar bilan o'yindan so'ng stadionda misli ko'rilmagan katta salyut va lazer shou bo'lishi aytilmoqda, deyiladi xabarda.